mana qozoq qirg'iz olimlari tortishayotgan vaqtda bir o'zbek olimi sifatida o'zi nima bu muammo, mana ijtimoiy tarmoqlardagi mana shu shovqinga biroz barham berish uchun bugun siz chaqirdingiz. Rahmat. Kuzatyapsizmi? Albatta buni kuzatsangiz ham kuzatmasangiz ham o'zi to'g'ri kelib qoladi. Ijtimoiy tarmoq degani shu YouTube, Facebook, ba'zan qirg'iz qardoshlar, ba'zan qozoq og'ayinlar yuborib turishadi. Qaranglar, bular ikkala taraf ham. Ikkala taraf ham menga siz mutaxassis, tarixchisiz, turkologsiz, masalaga bir adolatli yondashasiz. Kim to'g'ri aytyapti, kim noto'g'ri aytyapti, muammo, problema nimada deyishyapti. Endi G'ayratxo'ja aslida bor-ku, bitta masalani aytib ketsak, qarang, dunyoda 70 mingga yaqin xalq bor. Endi 200 dan ortiq davlat bor. Shunday ekan, bir-biriga shu o'ta yaqin xalqlar bor. Biz uchun ayrim xalqlarni biz farqlay ham olmaymiz. Shu bitta deb o'ylaymiz. Ichiga kirsak, mana Hindistonda o'nlab milliondan ortiq xalqlar bor. Va til oilalari boshqa xalqlar. Boshqa, lekin biz hammasini hind deb o'ylaymiz. Xuddi shunday hindlar uchun ham, braziliyaliklar uchun ham, ispanlar uchun ham qozoq, qirg'iz, hatto o'zbek ham bitta xalqday. Nega bular iston qilib bo'linib olgan ham deyishadi. O'sha qiyofani ko'rishadi, o'sha kiyim-kechak, o'sha urf-odat, o'sha taomlar, urf-odatlar. Nega bular orasida bunaqa muammo, problema bor deydi? Qarang. O'zi xalqlarning bir-biriga yaqinligi darajasidan kelib chiqsak, yaqinlik nimada? Bu yaqinlik qo'shni yashash, aralash yashash, bir-biriga yaqin tilda so'zlashish, ko'rinishda, tashqi ko'rinishda o'xshashlik, din, bir nechta tomonlar bor, qo'shiqchilik, taomlar deganday, kiyinish. O'shanday bir-biriga yaqin bo'lib ketgan xalqlar, endi tili bir-biriga yaqin xalqlar, mayli, ularni tushunish mumkin. Yaqin bo'lgandan keyin albatta kelib chiqishi bir bo'lsa, bir ota onadan tarqalgan bo'lsa yaqin bo'ladi-da, bunga nima ajablanamiz deyish mumkin. Biroq umuman til oilasi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan xalqlar ham, ellar ham bir-biriga yaqinlashib ketgan. O'zbek, tojik? O'zbek va tojik. Men oshi bilan do'ppisi bir deganda aytishim mumkin. Yo'q, bu urf-odat. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim hali shu darajada. Shu qiyofa ham o'xshab ketgan, qancha tashqi ko'rinish yaqinlashib ketgan. Bir, ikkinchidan aralashib birga yashaydi. Hamma shaharlarda bir-bir ko'rasiz ikkolasini ham, Tojikistonda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin. Yoki tashqi ko'rinishni aytdik boya, taomlar, yemaklar, har xil nomlanishi ham ularning, musiqa, raqs shu darajada. Endi xuddi shuni o'xshashlarni biz kimda ko'ramiz? Qarang, til oilasi, Slavyanlar til guruhi, Hind-Yevropa til oilasi va turkiy tillar guruhidan Oltoy til oilasiga tegishli turkiy til tarmog'ini 32 taning ichida eng ruslarga yaqin bo'lib ketgani, Slavyanlar bilan yaqin bo'lib ketgan tatar qardoshlarimiz. Dini boshqa, ko'rinishida o'xshashlik bor. Bugun xudo xolasa ertalab Qozonga o'chaman, xalqaro konferensiyaga, yig'inga chaqirishgan. Endi u yerda kutib olgan insonlar tatarmi, rusligini ham farqlay olmay qoladi. Oq sariqdan kelgan. Shu bitta tilda so'z murojaat qiladi, keyin ochilaversa o'zini ona tilida so'zlaydi. Kiyinishi ham, tabiati ham, muomalasini ham bir-biriga o'xshashligini ko'ramiz. Ya'ni xalqlar kimlardir buzib, kimlardir orasini ayirishga harakat qilsa ham, intilsa ham, biroq xalqlar, oddiy xalq o'zi yo'lini topib, do'st, birodar, qardosh bo'lib ketaveradi. Buning uchun tili birday bo'lishi kerak emas. Aynan shu shart yo'q-da. Biz uchun masalan Portugal bilan biz ispanlik ko'rinishi qanaqa farqliligini bilmaymiz. Shunday. Endi qozoq bilan qirg'iz, turkiy xalqlar ichida bir-biriga yaqinlik darajasida shunday o'xshashki, endi buni men ularning yig'inlarida 30 yil, 25 yildan beri aralashib yuraman. Shu darajada bir-biriga o'xshaydi. Qaysi bir qirg'iz, qaysi bir qozoq ekanligini bir qarashda ajrata olmayman. Agar gaplashmasa. Yo'q, gaplashganda ham ba'zan ajrata olmayman. Hattoki shu darajada til yaqin. Ikkovi ham boyagi turkiy tillarda ye bilan boshlanadigan jelochi ketadi. Ye o'ndoshini jelab so'zlaydi. Jil deydi, jil deydi, birov mayli, jo'q. Endi unda tog' desa tog'ni ular tov deydi, bular tov deydi. Bir-biriga o'ta yaqinda. Birgina bu leksik birliklarda ham o'xshashlik bor. Olim bo'lmasang uni ajratishing juda qiyin. Ya'ni birga o'tirib so'zlashib, suhbatlashib o'tiraveradi, kulishib, anekdotlar aytishib, shu darajada bir-biriga kirishib ketgan. Bundan 10-15 yil oldin ham bularni ozgina bu yaqinligini orasini ko'ra olmaydiganlar biroz rahna solib bularni buzish uchun harakat qilib ko'rdi. Ijtimoiy tarmoqlardan, boshqalardan, ovlardan, gazeta, jurnallardan foydalanib, biroq
qirg'iz elitasi, qirg'iz ziyolilari, oydinlari, qozoq oydinlari buning oldini olib qoldi. Turklar bilan Ozarbayjon orasini ham shunday qilib ko'rishganida yo'l qo'ymadi. O'sha muhit, o'sha yerdagi adabiy, madaniy muhit, xalq birovlarning ig'vosiga, birovlarning buzg'unchiligiga uchmadi-da. Shuni qozoq qirg'izlarda ham ko'rdik. Biz o'zbeklar ham mana shunday ular bilan yaqinmiz. Endi shu darajada yaqin xalqni, hatto kim qirg'iz, kim qozoq ekanligini yonidagilar bu ajrata olmaydi-yu, biroq ichidan hozir chiqib buni ham boshqa kuchlar qilyapti G'ayratxo'ja va shunga ergashayotganlarni ko'ryapmiz-da. Qanday nuqtalarni topishyaptiki, mana shunday millatlar orasiga nizo solish. Qarang, o'sha nuqtalar qaysida? Bir ko'p unaqa nuqtalar, bir 5-6 tasi bor-da. Birinchi nuqta nima deydi? Tarixni titkilashyapti. Qozoqlarga aytishadi, qirg'izlar boshlamaydi buni, boshqalar boshlab beryapti-da. Qirg'iz xalqining nomi 2000 yildan, 2500 yildan beri yozma manbada uchraydi, Xitoy yilnomalarida. Qirg'izlar eng qadimiy turkiy nom. Qirg'izlar nechtalab xoqonliklar qurgan, 1000 yillar yashagan xoqonligi deyapti. Bunga qirg'izlarning o'zining olimlari chiqib, "Ey nodon, 200 yil yashagan qirg'iz xoqonligini bilamiz. Qirg'iz so'zi qadimiyligini bilamiz, lekin qirg'iz turkiy emas. Turkiylar ularning ichidan chiqqan qirg'izlarning qirg'iz degani o'zi bo'lak bir ult. U millat, oila deb boshlayapti. Ult degani ularda xalq, millat degani. Qirg'iz bo'lak bir ult deyapti, bo'lak bir xalq deyapti. Oydinlarning o'zi buni rad deb beryapti. Bir qozoq emas, Uyg'urdan, O'zbekdan, boshqalardan ham, turkiyalik, ozarbayjonlardan ham qarshi qo'yadigan yondashuv qilyapti. Mana bitta keyingi yillarda aslida o'zi Rossiyada bir hokimiyatda ishlagan va keyinchalik olimlik bilan shug'ullanib, tarix bo'yicha kitoblar yozyapti va u kishi har kuni bo'lmasa ham haftada bir chiqish qilib, kitoblar chiqarib, qirg'izlar eng qadimiy, qirg'izlarni turk deb aytmanglar. Qirg'izlar o'zi bir bo'lak, qirg'izlar shunday tinimsiz Yevrosiyada hukmronlik qilgan imperiya bo'lib kelgan xalq deyapti. Uni qirg'iz olimlari, aqlli olimlar unga qarshi chiqyapti. Ko'pchilik biroq oddiy odamlar ergashib unga nima qo'shilib uni olqishlayotganlar ham bo'lyapti-da. Keyin qozoq olimlariga ham nima deyapti? Qozoqlar aslida qirg'iz edi. 1925-yilgacha senlar qirg'iz yozilib kelgansan. Ruslar senlarni qirg'iz deb atagan. Shu to'g'ri, yozma manbalarda shunday ma'lumot bor. Uni qo'zg'ayapti. Uning ichini ochiqlab aslida bunday emas edi degan manbalarda, yozma manbalarda yozma bo'loq deydi. Bo'loqlarda kelgan so'zlarning bir qismini qoldirib, olib tashlab, aynan o'sha bo'lishga, ajratishga, bir-biriga qarshi qo'yadigan yaraydigan ma'lumotlarni, bilgilarni qo'yapti. Kontekstdan yulib olish deydi. Shunday. Yoki qozoqlarda ham o'sha sizlar bizning tarkibimizda bo'lgansiz, qozoq xonliklarini qo'l ostida bo'lgansiz deb tarixni bir boshqacha aytib ketayotgan holatlar bor. Yozma manbadan, o'sha darak ko'z deydi, daraklardan, qozoqchada manban, darak ko'z, darak deydi. O'sha daraklarni bir qismini olib, bir bo'lagini olib, qolgan qismini yashirib aytish bo'lyapti. Buni o'z vaqtida qozoq va qirg'iz olimlari birgalashib, kengashib to'xtatmasa, mana keyingi 1 oy, 2 oy ichida shu darajada bolalar shu darajada kuchayib ketdiki, bir-biriga so'kinib yozyapti. Orada o'zbeklar ham ba'zan qo'shilib qolib, "Unday qilmanglar birodarlar, biz turkiy xalqmiz, bir xalqmiz, ne kerak bunaqa? Turkiy davlatlar tashkiloti, turkiy mamlakatlar birligi bor. Shunga intilyapmiz-ku, nega sizlar bunaqa qilasizlar?" degan yondashuvlar bo'lyapti. Qirg'izlarni hozir boya mavzumiz o'zi qirg'iz qaysoq masalasiga ham biroz to'xtalib ketish edi. Xaritalarda biroz to'xtalib o'taylik. Mana bundan 300 yil oldinga borsak, Xiva xonligi bor, Buxoro amirligi bor, Qo'qon xonligi bor. Qirg'izlarning bir bo'lagi bu Qo'qon xonligida yashayapti. Qozoqlarning bir bo'lagi ham Qo'qon xonligi va Buxoro amirligida. O'zbeklar u tomonda yashayap, qozoq xonlarining qo'l ostida, masalan, Sirdaryo bo'yi shaharlarida, Tarozda ham o'zbeklar ham bor. Shunday bir nima deydi, shu darajada bir-biriga singishib ketgan, aralashib xudo anda bo'lib ketgan, o'zi negizi bir bo'lgan xalqlarni xarita, yozma manba, hamma narsa, karta bor-u, biz endi o'zimizdan turib olib, kimdir qo'zg'ash orqali bir-birimizga noto'g'ri, yarashmaydigan so'zlarni aytsak-da. Yoki mana ruslar egallagandan keyin bular uchun qizig'i shundaki, G'ayratxo'ja nega deydi, unda qozoqlar qirg'iz deb aytildi. Nega ruslar nega bizga ham sart degan so'zni ishlar? Bunday olib qarasa, statistikalarda ham sart so'zni qarang, egzo etnonim degan so'z bor. Egzo
ekzoetnonim degan tashqaridan kiritilgan, biroq o'zlari ishlatmaydigan etnik atama degani. Masalan, chechenlar o'zini chechen demasdi, noxchi deydi. Armanlar o'zini arman demaydi, hay deydi. Hayaston deydi Armaniston degani. Ya'ni tashqaridan berilgan. Xitoy hech qachon o'zini Xitoy demaydi, Hanzu degan, Jungo deydi, China deyiladi, boshqalar tomonidan Sin deyiladi, lekin Xitoy deb turklar tomonidan kiritilgan nom. Uni hozir ishlatsangiz ular qabul qilmaydi. Xuddi shunday qozoqlar o'zini biz qirg'izmiz demadi. Faqat ruslar o'sha 1700-yillardan qozoq yerlarini egallay boshlagandan keyin Dashti Qipchoqning oldingi shuhrati, oldingi davrog'i keta boshlagandan keyin ruslar egallayotgan paytda o'zlari istagan nomni, xohlagan nomni berdi-da. Va uni o'zgartirmasdan qozoqlar bir necha marta norozi bo'ldi. Bizning o'zimizning nomimiz bor. O'sha nomda yurit dedi. Shuning uchun 1925-yilda Qozog'iston ASSR deb e'lon qilinayotgan paytda Rossiya tarkibidagi SSR tarkibida o'zi bo'lmadi. Tinimsiz Moskvaga xatlar bilan chiqishdi. Qozoq deputatlari borib, bunaqa emas, bizning nomimiz bor o'zimiz. Nega 300 yildan beri shu nomni qayta-qayta aytib kelasan dedi. Bu nega shunaqa? Chunki qozoqlar, o'zbeklar, qirg'izlar uchun, ruslar uchun farqi yo'q edi. Ha, shunday. Ular uchun keyin mana shu yerda bir masala ham aytishadiki, aynan ruslar bilan chegarada ko'proq yashagan qozoq qardoshlarimizni aynan qirg'iz urug'i ularga chegarada ko'p yashagan. Ha, shu boshqirlar yashaydigan O'ral tomonlaridagi qozoqlarning bir bo'limi qirg'iz degan urug'i bo'lgan. Ya'ni qirg'iz urug'i. Ya'ni bu biz bilamizki, o'zbekning ichida ham tatar urug'i bo'laveradi. Qirg'iz urug'i ham bo'laveradi. Bu bizda shunday Turkiylarda. Qarang, Andijon tomonda qirg'iz degan qishloqlar bo'lsa, ular qirg'iz etnik millat, ult, qirg'iz ulti. Biroq Qashqadaryoda, Surxondaryoda, Buxoroda qirg'iz degan qishloqlar bo'lsa, bular urug'lar. 92 ta o'zbek urug'ining bittasida. U turkiy urug'lar bir ko'rasiz kunchiqarda, bir ko'rasiz kunbotarda. Ichida Uyg'ur degan urug'lar ham bor. Uyg'ur bor, turkman bor, qozoq bor, tatar bor, boshqirt bor, turk bor, arablar bor. Tangutni ham boya aytdik, tarixiy. Yoki Sibirda telingitlar bor, o'zbeklarning ichida tilovlar bor. Tilovlar bor. Ha, tulangit bor o'zbeklarning ichida. Ya'ni o'sha aynan qozoqlarning qirg'iz urug'i slavyanlar bilan chegarada boshqirtlar tarafda chuvashlarga yaqinroq yashagani uchunmi? Shunday. Ural daryosiga yaqin, Ural tog'lariga yaqin o'sha yerda bo'lganligi uchun. Keyin qarang, bizda o'zimizda ham gap bormi deyman-da, ya'ni bizda ko'pincha so'raganda urug'ini aytgan-ku. Shunday. Masalan, u yerdagi qozoqlarga borib ham kimsizlar desa, qirg'izlar biz deganda. Ya'ni urug'ini aytgan. Bizda ham hali qo'ng'irotman. Ko'pincha qo'ng'irotman dedi. Turkiyada bir tarixchi o'rtog'im kelgan edi. Bir 3-4 kun birga yurdik. Qayerga borsak, qo'ng'irotlarga duch keladi-da. Ular ham kimsan desa qo'ng'irotman dedi. Qaysi qozoqmi desa, yo'q, o'zbek qo'ng'irotdi. Ba'zi qoraqalpoq qo'ng'iroti deganlar ham bo'layapti-da. No'g'aymisan desa, yo'q, No'g'ayning qo'ng'iroti boshqa, biz o'zbek qo'ng'iroti dedi. Ya'ni bizni turkiylarning shu darajada o'xshashmaski, bizni birovlar ajrata olmay qoladi. Shuning uchun noto'g'ri nomlanib ketgan, atalib ketishlar bo'ladi. Endi nima desa bo'ladi? Bunaqa mana bu yerda boya ko'rdingiz. Nega qozoqlar qirg'iz deb atalishining ko'plab ochiqlamalari bor. Bu bo'yicha ko'p nimalar, endi domla masalan bor. O'zi o'sha qozoqlarni qirg'iz deb atalgan vaqti juda kamdi. O'zi o'sha rus ozgina muddat, ozgina muddat, keyin buni joyiga solib qo'yishgan. Qozoqlar ko'nmagan muddat, chunki hamma o'zining oti bilan aytib keladi. Buni joyiga soling. Endi mana hozir bo'layotgan voqea hodisalarda siz keltirayotgan dalillarni ikki tomon qabul qilishyaptimi, domla? Yo'q, asl ko'zi ochiq, adolatli, vijdoni borlari qabul qilyapti, aytib chiqyapti. Mana Qirg'izistonda mana Nurdin Yusuf degan bir mashhur, atoqli bir turkolog bir necha marta Facebooklarda chiqdi, yoki Tinchitbek Chorotegin degan professor bor, mashhur, davrog'i ketgan. U ham, ey qirg'iz birodar, xalqim, elim, unaqa ig'volarga, unaqa provokatsiyalarga uchmanglar deb chiqdi. Bir nechta qozoq, mana qozoqlar ham shunday chiqyapti, qirg'izlardan ham chiqyapti. Biroq ular 5-6 ginada soni, oz kishilar, ko'pchilik chiqish kerak. Ularni fikrini teskarisini aytib, yolg'on so'zlarni aytadiganlar bolalab yotibdi-da, yuzlab. Endi hali yolg'onni gapiraversing, odamlar ishonishni boshlab qoladi. Lekin buning uchun mana olimlar haq gapni aytib turish kerak, domla. O'ylaymanki, bu narsa baribir tartibga tushib ketadi, chunki bugungi Markaziy Osiyo xalqlari bu 70 yil Sovet davriga emas, uyg'oq bugungi kunda o'zligini anglagan va umuman Markaziy Osiyo birligi bu juda ham muhim nuqta deb hisoblaydigan xalqlar. Masalan,
o'sha Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara muammolarining to'liq hal bo'lib ketishi yoki Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari, kengashlari bu hammasi shundan darak beradi. Mana yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlariga ham borishganda C5+1 formatda, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari bir bo'lib gaplashdi yoki Xitoyga borganda ham ko'ryapmiz. Mana shunday format rivojlanib boryapti. Tabiiy buni ko'ra olmaydiganlar bo'ladi. Bir ig'vo chiqarishga harakat qilib ko'radi. Lekin albatta hammasi o'ylaymanki olimlarning dalil asoslariga kelib urilganda parcha-parcha bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Shunday. Domla, sizga kattakon rahmat. Kech bo'lsa-da chaqiruvimizga yo'q demasdan keldingiz. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling va konferensiyaga yaxshi borib keling. Kelganingizdan keyin tabiiy biz yana qiziqamiz. Rossiyada turkologiya bo'yicha yana qanday konferensiya bo'ldi va bu safar nima yangiliklar bo'ldi? Sizga kattakon rahmat, domla. Hurmatli muxlislar, demak bugunga reja qilingan kurslarimizni yakunlaymiz. Ertangi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat.